Bunaqangi holat har birimizda uchrashi mumkin, ya'ni uyimizdagi eshiklarni qulflanib qolishi. Bunday vaziyatlarda eshikni buzib ochish eng yaxshi variant emas. Sababi 5-6 million so'm atrofida turadigan eshikni buzib ochish oilaviy byudjetingizga katta zarar keltirishi mumkin. Bunaqangi vaziyatlarda qutqaruvchilar yoki maxsus xodimlarni yordamisiz o'zingiz eshikni ochsangiz bo'ladi. Hozir sizga shuni ko'rsatib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladigan ish qurollari hammamiz uyimizda topsa bo'ladigan arra yoki ro'zg'or pichog'i, stameska yoki malyarniy pichoq kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz, agar devorimizda aboy yoki emulsiya bo'ladigan bo'lsa, unga shikast yetkazmaslik uchun obnalishkani orqa tarafidan aboy va emulsiyani kesib olamiz. Keyin bo'lsa stameska yordamida eshik obnalishkasini ko'chirib olamiz. Keyingi bosqichda bo'lsa, eshikning korobkasi va devor orasidagi pena bo'ladi. Aynan shu penani arra yordamida arralab olib tashlaymiz. Eshikdagi penani olib tashlaganimizdan keyin devor va korobka orasida bo'sh joy qoladi. Stameska yordamida eshik bilan korobkani orasiga tiqamiz va eshikni korobkasini surib eshikni ochamiz. Lifehack sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoni o'zingizga saqlab qo'ying va eshigi ko'p qulflanib qoladigan odamga bu videoni jo'natib qo'ying. Aytgancha, eshikni obnalishkasini qanaqa qilib endi joyiga qotiraman deydigan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislarimiz bu muammoni sizga hal qilib berishadi.